Azizlarim, kitobimizni yana davom ettiramiz. Ey Ali, shuni yaxshi bilginki, islomni qabul qilmasdan turib, ko'rganlaring haqida biror kimsaga gap ocha ko'rma. Bu buyuk bir sirdir. Hech bir kimsaning biror narsa eshitishini istamayman. Kelishdikmi? Kichik Ali masalaning jiddiyligini tezda anglab yetdi. Xo'p, biror kimsaga bu haqda gapirmayman. Kichkina Alining miyasida kun bo'yi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari aylanib yurdi. Seni Allohga iymon keltirishga va uning dinida aytilganidek ibodat qilishga da'vat qilaman. Bu shunday xitob ediki, qalbga bir otash tashlagan edi. Quyosh tepaliklar ortiga ravona bo'lib, Makka ustiga oqshom qorong'uligi cho'kdi. Har kimsa, har bir narsa sukutga g'arq bo'ldi. Kichkina Ali ham yotog'iga uzaldi. Ammo uyqu qayda deysiz? Faqat o'sha ovoz, o'sha ovoz. Har nafas, har tarafdan o'sha ovoz kelayotgandek edi. Tonggacha yotog'ida to'lg'onib chiqdi. Tushuntirib bo'lmas, izohlashga til ojiz, ta'rifiga so'z yetmaydigan bir joziba ichida qolgan edi. U butun kechani shu holda bedor o'tkazdi. Kichkina Ali ertalab o'rnidan turar ekan, qat'iy bir qarorga kelgan edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga yugurdi. Yuzida nur jilvalanar, ko'zlarida quyosh porlab turardi. Ey Allohning qabuli, ey Allohning rasuli, qabul qilsangiz, kechagi da'vatingizga hozir bosh egishni istayman. Otang bilan maslahatlashdingmi? Yo'q, Allohning rasuli. Chunki Alloh meni yaratayotganda otam bilan maslahatlashmagan. Qanday go'zal, yo Ali. Shahodat beramanki, Allohdan boshqa ibodatga loyiq ma'bud yo'q. Va yana shahodat beramanki, Muhammad uning quli va rasulidir. Mana shu shahodat kalimasi deyiladi. Uni tilingda va dilingda so'yla. Kichkina Ali shahodat keltirdi va bolalar ichida birinchi bo'lib musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lganda ham har qanday musulmonligini bilasizmi? Kelajakda arslon kabi o'kirib, kofirlarning jigarini shonli qilichi bilan tilka pora qilajak. Endilikda bir ayol, bir bola, bir katta kishi va bir qul musulmon bo'lgan edi. Hamma o'z qalamining birinchi raqamli musulmonlari. Shu bilan yo'l ochildi va Makka ufqlarida tavhid quyoshi porlay boshladi. Musulmonlar safi kengaya boshladi. Bundan hayratga tushgan Quraysh kofirlarining tashvishi ham ko'paya boshladi. Quraysh qabilasining zodagonlaridan nasl-nasabi buyuk bo'lgan Abu Tolib o'g'li Alidan so'radi. Sen qaysi dindansan, o'g'lim? Mening aziz otajonim, men islom dinidaman. Alloh va rasuliga iymon keltirib, Allohning rasuli bilan birga ibodat qilishdek saodat sohibiga aylandim. Bolajonim, Muhammad biror kimsani to'g'ri yo'l qilib, boshqasiga boshlamaydi. U nima desa, shuni qil. Biroq nasl-nasabli Abu Tolib o'zini, o'z ruhini kufrdan qutqara olmadi. Alloh hidoyat bermagan bandasiga kim yordam bera olishi mumkin? Hijrat. Kufr va zalolat botqog'iga botgan Quraysh kofirlarining gina qudratlarini so'ndirishga dengiz suvi ham yetmasdi. Qonga to'lgan ko'zlar, fikr qilishdan to'xtagan miyalar, musulmonlarga ravo ko'rilgan azob va uqubatlar. Bu sitamlarga musulmonlarning ko'rsatgan buyuk sabri. Nihoyat hijrat qilishga izn berildi. Bolalikdan boshlab Rasulullohning yonida bir qadam ham ayrilmagan Hazrati Murtazo roziyallohu anhu hijrat amri keldi.